O'zbek segmenti uchun deyarli ko'rsatilmaydigan emotsiya taqdim qilish bo'yicha BMW yoki Nissan GT-R'dan qolishmaydigan 3 tonnaga yaqin bo'lgan Cadillac Escalade V seriyani dvigateli o'rnatiladigan bu sedan Cadillac CT5 Blackwing eng baland opsiyalardan biri bo'ladi o'zining oilasida. Ahamiyat bering, 602 litrli dvigatel hajmi kompressorli bo'ladi. V obrazli 8 silindr 668 893 metr bo'ladi va magnitatorning turi esa Eaton 1.7 litrli va faqatgina RBD va faqatgina mexanikada bo'ladi. Bu maksimal darajada emotsiyani qabul qilishingiz uchun sababchi bo'ladi va uning interyeri haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bu haqda oldinroq ham xabar berganmiz. Narxi esa bor yo'g'i 140.900 AQSh dollari bo'ladi. Yetkazib berish xizmatimiz bilan. Bojxona to'lovi albatta alohida. Albatta Cadillac Escalade avtomobillarini istalgan turdigisini istalgan joydan istalgan joyga yetkazib berishimiz mumkin. Ofitsial dillardan olamiz. Xoh u elektrik bo'lsin, xoh u benzin bo'lsin, xoh u sedan bo'lsin, SUV bo'lsin, umuman farqi yo'q. Va qo'shimchasiga Telegram kanalimiz orqali, havola orqali o'tib olasizlar va istalgan turdagi avtomobillarni modellari, spetsifikatsiyalari va bojxona narxlarini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi.